Aldı bilen tayyorlab aldığımız ülkerimiz İtalya cübü bilen kıyza. Beşinchilik çoğunlukta kesip aldığımız misli. Buna kesip algan keyin 5 tane muşta ötküzümüz. Buna muşta oxşaş ötküz alımız. Buna qığınımız tayyor boldy. Endi seyköy kitaplarını tayyorlaymiz. Bu qaynab algandan keyin tayyorlab algan çöpümüzni silip pişirip alamiz. Qazonga tuz qo'yishni unutib qolmanglar, ta'min tekshirib turib qilamiz. Ondan tayyorlaydigan saylimizda mavu jiddiyu, endi laza, qizil laza, ko'k laza, azroq pomidor, undan keyin bash piyaz, undan keyin qaydu qizilmish qiyami. Undan keyin qarmisha, xexuja. Mana suyimiz qizib olgandan keyin tayyorlab olgan İtalya jupini solamiz. Mana endi bor pishdi, shuni suzib olamiz. Endi tayyorlab olgan kalgoshi, piyaz, pomidor, laza, qizil laza, ko'k laza, jiddiyu, qarmush, qaydu qizilmish qiyami. Mana suzib tayyorlab oldik. Qozonga o't yoqib, muvofiq miqdorda moy qo'yamiz. Ondan tuz bilan ta'minlashimiz. Tayyorlab olgan go'shtni solamiz. Ondan buni sal pishib olgandan keyin pomidor solamiz. Yumshatmasangiz to'xtaydi. Qaydu qizilmish qiyamidan qo'shib solamiz. Ondan tayyorlab olgan moğun salımız. Ondan tayyorlab olgan piyozni solamiz. Ondan ko'klardan qizillardan. Bunun uchun hemen oz miqdorda qilsanlar bo'ladi. O'zinglarni tayyorlash ehtiyoji qarab turib chiqqandan qilsanlar bo'ladi. Endi buni o'tida o'tkazib, qarmish silib, qarmishni tekimiz. Endi tayyorlab olgan chöpimizni solamiz. Endi keyin tayyorlab olgan narsamizni qo'yib, tekshi aralashtirib olamiz. Mayda pachlaştırib. Ondan uzoq bo'ldi mana. Mana bugungi İtalya jup tayyor bo'ldi. Endi buningga o'zingga yoqtiradigan saylarni qo'shib turib qo'ysanglarmi bo'ldi. Maqsad qarmush deydigan bo'lgan ekan-ku. Achchiq yeyishni yaxshi ko'radiganlar sayni qo'rgan vaqtimizda qizilmish, yo'l qizilmish bog'u kichik. Ashni seversanglar bo'ldi.